Narsalar men sizlar bilan Xonamir bo'laman. Bugun yana bir bor video men uy sotib olgandim. Lekin narxiga gap bo'lishi mumkin emas. 13 dona zumrad obunachilar. O'shitel nima bersan? Oy, zo'r. Nima sotasiz? Yo'qda, voy, ikkita bitta zumradga yashartmas ekan. Voy, obunachilar. Oy. Qani borsam, endi qurolsam kerak. Sel yuguramiz. Va charchab ketdim, qornim ham ochib qoldi. Voy. Ana. Uygarilama. Yo'q. Bir donacha. Bularga tegmakka ma'qul. Bir donacha jonim bilan gorilla bilan urushib. Shishni hayal. Нормальный. У паркур. Vay. Bu 3 blok qani. Tamam. Yo'q, shartmas. Voy, mana bu mening uyim. Voy, uyimni kalitini olsam Açtım böyle. Vay, bu sandık boş ekan-ku. Mayli. Vay, bu ham boş ekan. Mayli bunda, lekin ancha qurol yaroq bor. Wow, sehrlash yerlarimi? Obunachilar, aslahalar, gullar. Bu yo'q, judalarda chiroyli. Oy, sakradan, daraxtidan yasalgan qizlar uchun xona. Lekin detskiy ekan. Vau, lekin qani obunachilar? Bu yoqlarda ham bormikan? Bu yo'q meni xonam. Bo'ladi. Televizor va shunga o'xshagan allambalo narsalar. Bu yoq mazza-ku, dam olish uchun yer. Hoppa. Oy, jitel obunachilar. Odam. Qani, bo'lmadi meni xonam. O'dirben bor ekan-da, obunachilar. Hoppa. Boshqa yerlarni kuzataman, obunachilar qani. Hoppa. Hop. Yo, cho'chqalar. Obunachilar, bu yoqda hamma ekinlar o'syotibdi. Ancha ekinlar. Anchadan beri tashlandi ekan-da. Voy, ketdik obunachilar, bironta ish qilamiz. Bu yoqdagi narsalarni tekshiramiz, lekin undan. Wow. Mana. Bundan bir dona yey. Kuchim to'ldi. Ana obunachilar, bir dona go'sht ham olsam. Mazza, qornim to'ydi. Va bironta qilich olamiz. Va biror qayerda edi? Bu yoqdamidi? Bu yoqdamidi? Obunachilar,
Qayerdaydi? Mana ekan. Oppa. Va bundan bilan va kichigina 32 ta o'q. Yetsa kerak. Va bu. Oy, tum bo'libdi-ku. Men biror maxluq bilan urushaman. Bu yoqda uxlashni xayolimga ham keltirmayman. Lekin bu yoqlar yaxshi, normal. Obunachilar, endi fermalardagi narsalarni uxlatib, bir-ikkita gorilla bilan urushaman. Bitta to'ng'iz bilan bo'lsa ham. Urushaman men. Va yo'taman. Yo. Obunachilar, bosqinchilar. Yo. Bosqinchilar. Yo. Qalqon olib chiqishim kerak. Yo. Pastda-yu. Obunachilar, ko'ryapsizlarmi? Esimdan chiqib qolyapti. Qaniydi? Uman. Reder, obratlar. Odamning qanday bo'libdi? Cholgala qildimi va qansalar edilar. Qo'rqib qochib ketdim, qalqonab chiqqanimga. Bosqinchilar yomon qo'rqoq bo'l-ekanda. Men fermer qilardim eski uyimda va bunday qimmat narsalarda emasdi. Voy, olmosda narxini aytgan bo'lishim kerak. Voy, ustimdan bo'ldi kema. Voy. Lekin yoz juda issiq bo'ladi. Yana ham bo'ldi. Isib ketaman. Suvlarga nima qilgan? Ana obunachilar. Adashib ketdim. Harqab. Это усадил. Yo'q, kartoshka, yo'q ekan. Nima? Topilmaganlar uchun sabzi. Rederlar qani urushay? Rederlar qani ekan? Obunachilar, mendan hamma qo'rqotdi rederlardan o'zim. Qanday aytyapman qo'rqadi deb? O'zim rederlardan qo'rqdim-ku. O'qimni olamiz. Bu yoqqa qo'yib buni. What the fuck? Nima qildi? Voy, qurt kirib, nima olib kiribman qo'yimga. Bilaqsdi. Obunachilar, eng kuchsiz sehrlangandan ham kuchsiz
ilk olmishda Zumradku. 13 dona Zumrad. Bunday narx odamga yana bitta shunday uy olsam, unda ham video olaman. Oppa. Mana oppa. Dur endi olamiz. Uyimni kaliti o'zim bilan yuradi. Tag. Shunday deb nom qo'ydim. Uy, jetel. Faqat kasallangan ekan-ku. Uy, ana yoqda kim edi? Voy, qani chiqaman.